Bugun nerealniy telefon uchun top 10 ta internetsiz o'yinlar, albatta siz so'ragan o'yinlar. Ha o'rtoqlar, sizlar to'g'ri eshitdinglar. Bugun top 10 ta nerealniy internetsiz o'yinlar, albatta telefon uchun. Xullas, Kamina Game Fox 23 men esa videorolikni ko'p kuttirmasdan boshladim do'stlar. 10-o'rinda Match Crack Motors o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib avtomobil tuzatish o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz nosoz bo'lgan avtomobilni noldan yig'ishingiz, ya'ni tuzatishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasiga, atmosferasiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Xullas, mazza qilib o'ynaysiz va eng asosiysi o'yin offline tarzda o'ynaladi. O'yin juda ham qiziqarli, mazza qilib o'ynaysizlar va bemalol slabi telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. Xullas, bu o'yinda siz katta ustaxonada ishlaysiz, har xil mashinalar keladi, tuning qilishingiz kerak, ranglarni o'zgartirishingiz kerak, noldan motorlarni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xullas, o'yin shunaqa davom etadi. Xullas, o'yin juda ham qiziqarli, barcha tavsiya qilaman. Albatta o'ynab ko'ringlar va bu o'yin sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi. 9-o'rinda Hitman Absolution o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib, offline, ya'ni internetsiz Hitman o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz katta mafiya bo'lasiz va Hitmanda har xil vazifalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan va eng muhimi, bu o'yin offline, ya'ni internetsiz tarzda o'ynaladi. Ushbu o'yin razmeriga keladigan bo'lsak, o'yin razmeri atiga 201 GB tashkil qiladi va bemalol slabi telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. Endi slabi deganimda unaqa juda ham og'ir eski telefon emas, balki operativkasi eng kamida 4 yoki 6 bo'lgan smartfonda o'ynasangiz prosta kayf qilib o'ynaysiz. Xullas, o'yin juda ham qiziqarli, sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi. Bu o'yinni yuklab olmoqchi bo'lsangiz, YouTube aplikasiyasida silka bor, silkani ustiga bosib bemalol Telegram kanalimdan tekin yuklab olsangiz bo'ladi. 8-o'rinda Admar o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib, qiziqarli sarguzasht o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz bosh qahramon Adbarni sarguzashtlarini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni katta junglida, katta chaqaloqzorlarda turli xil narsalarni izlab topishingiz va turli xil to'siqlardan qilinishlayotgan holda o'tishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan, mazza qilib o'ynaysiz va bu o'yin eng muhimi internetsiz, ya'ni offline tarzda o'ynasangiz ham bo'ladi. Va bu o'yinni bemalol slabi telefonlarda o'ynab ko'ringlar, juda ham zo'r o'yin va sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi va bemalol aytib o'tganimdek, eng kamida Android versiyangiz 8 bo'lishi kerak va operativka 4 bo'lishi talab qilinadi. Xullas, o'yin juda ham qiziqarli, o'ynab ko'rishni barcha tavsiya qilaman, prosta olov o'yinlardan biri. 7-o'rinda esa Altos Odyssey o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib sarguzasht o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz Altosning sarguzashtlarini amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni tog'dan qor ko'chgan bo'ladi. Ana shu qor ko'chish sizga yaqinlashmasdan qochib chang'iduvchi turli xil narsalarni bajarishingiz kerak bo'ladi. O'yin juda ham qiziqarli, mazza qilib o'ynaysizlar va ushbu o'yin offline, internetsiz tarzda o'ynaladi va bemalol bu o'yinda ham slabi telefonlarda o'ynasangiz bo'ladi. Ishoning, bu o'yinda agarda siz naushnikda o'ynaydigan bo'lsangiz, prosta mazza qilib o'ynaysiz va miyangiz ham ancha dam oladi. 6-o'rinda Varzi Play Racing o'yini. Ushbu o'yin juda ham ajoyib mashina poyga o'yinlaridan biri. Xullas, bu o'yinda siz o'zingizga ma'qul bo'lgan superkarni tanlab, ko'cha poygalarida ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan, mazza qilib o'ynaysizlar va bu o'yinda siz xohlagan mashinangizni tuning qilishingiz yoki ko'cha poygalarida yoki har xil musobaqalarda ishtirok etsangiz bo'ladi va o'yin eng muhimi internetsiz, ya'ni offline tarzda o'ynasangiz ham bo'ladi va o'yinda razmer atiga 120 megabaytda tashkil qiladi. Manimcha sizlarga yoqsa kerak va bemalol slabi telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. Videoni hali ham tomosha qilyapsiz, lekin haligacha like bosganingiz yo'q. Обязательно videoga ozroq like bosib, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ying, chunki shunaqangi dahshat videoroliklarni o'tkazib yubormaysiz jigar. Sirazi like, kommentariya, sirazi obuna bo'lib, bosib tashlaymiz. Go! 5-o'ringa ham yetib keldik va bizning 5-o'rnimizda New Star GP o'yini. Ushbu o'yin Formula 1 o'yinlaridan biri. Ya'ni bu o'yinda siz o'zingizga ma'qul bo'lgan Formula 1 avtomobilni tanlab, har xil poygalarda ishtirok etishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni katta trassalarda. O'yin offline tarzda o'ynaladi. O'yinning grafikasi to'g'ri ozgina multfilm sifatroq bo'lishi mumkin, lekin ishoning, o'yin juda ham qiziqarli qilib ishlab chiqarilgan va sizni umuman zeriktirib qo'ymaydi va bu o'yin aytib o'tganimizdek offline, internetsiz tarzda o'ynaladi va bemalol slabi telefonlarda ham o'ynasangiz bo'ladi. 4-o'rinda esa Bright Construction Studio o'yini. Xullas, bu o'yinda siz ko'prik qurishingiz kerak bo'ladi. Xullas, ko'prik qurgandan keyin bitta katta avtomobillarni o'tkazasiz. Agar avtomobillar betalofat o'tadigan bo'lsa, demak ko'prik sizga cho'tki qurilgan. Agar mabodo ko'prik buzilib ketadigan bo'lsa, avtomobil o'ta olmaydigan bo'lsa, ko'prikni afsuski noldan qurishingizga to'g'ri keladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan. Ayniqsa bu o'yin juda ham foydali qilib ishlab chiqarilgan. Ko'prikni qurasiz va fizik tomonlama geometriyadan yaxshi o'qigan bo'lsangiz, sizga umuman muammo tug'dirmaydi. O'yin yuklab olmoqchi bo'lsangiz, YouTube aplikasiyasida silka bor, silkani ustiga bosib bemalol Telegram kanalimizdan tekin yuklab olsangiz bo'ladi.
To'pichligimizga ham yetib keldik va bizning to'pichligimizda Fairmouth Farming Sim o'yini. Ushbu o'yinni siz bilib turganingizdek, fermer bo'lib ishlaysiz, ya'ni katta yerlarni sotib olasiz, ekinlarni ekasiz va har xil hayvon va parrandalarni boqishingiz kerak bo'ladi va turli xil bizneslarni amalga oshirasiz. O'yinning grafikasi, atmosferasi juda ham zo'r qilingan. Bu o'yinda haqiqiy qishloq hayoti ko'rsatib berilgan. Xullas, bu o'yinni o'ynasangiz umuman sizni zeriktirib qo'ymaydi va ushbu o'yin offline tarzda o'ynaladi. Albatta, o'yin sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol YouTube opisaniyada havola bor. Havolani ustiga bosib, bemalol Telegram kanalimizdan tekinga yo'l olsangiz bo'ladi. Ikkinchi o'rinda juda ham qiziqarli, neobычный o'yinlardan biri bo'lgan Silt o'yini. Xullas, bu o'yinda siz katta dengizda turli xil narsalarni izlab topishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni siz kishanmand bo'lasiz va kishanlardan chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Xullas, kishandan chiqqandan keyin dengiz ichida turli xil narsalarni izlab topasiz, sayohatlarni amalga oshirasiz. Xullas, o'yin kinoshni, ya'ni oq-qora formatda qilingan va turli xil narsalardan, har xil hayvonlardan qochishingiz kerak, chunki sizni yeb qo'yishi mumkin yoki mazangizni qochirib tashlashi mumkin. Xullas, o'yin juda ham qiziqarli qilib ishlab chiqarilgan va o'ynab ko'rsanglar, o'zingizlar bilasizlar va ushbu o'yin aytib o'tganimdek offline, ya'ni internetsiz tarzda o'ynaladi. Bizning birinchi o'rinda esa GTA Vice City o'yini. O'sha siz bilgan kompyuterdagi GTA Vice City'ning mobilniy versiyalaridan biri va ushbu o'yin offline, ya'ni internetsiz tarzda o'ynaladi. Xullas, kompyuterda nima ishlarni amalga oshirgan bo'lsangiz, mobil dasturda ham, ya'ni mobil o'yinda ham xuddi shularni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. O'yinning grafikasi, atmosferasi prosta zo'r qilingan. O'ynab ko'rsanglar, o'zingizlar bilasizlar va umuman bu o'yin sizni zeriktirib qo'ymaydi va ushbu o'yin offline, internetsiz tarzda o'ynaladi va ushbu o'yinni o'ynamoqchi bo'lsangiz, yaxshiroq smartfonda o'ynashni tavsiya qilaman, chunki o'yinning hajmi atiga 3,5 gigabaytni tashkil qiladi va bu o'yinga qanaqadir mod yoki qanaqadir fayllarni afsuski o'rnata olmaysiz. Lekin bemalol yaxshigina mashinalarni sotib olishingiz yoki maza qilib uylar sotib olib, kayf qilib yursangiz bo'ladi. Eng muhimi, bu o'yinda qanaqadir diskotekaga borib, kayf qilmasligingiz kerak bo'ladi, chunki men sizga tavsiya beraman, diskotekaga borib, asabingizni buzgandan ko'ra tinchgina politsiyalarni otib o'ldirganingiz ma'qul deb o'ylayman. Xullas, bu o'yinni o'ynasangiz retroga qaytasiz va yoshlikda eslab maza qilib maktab paytlar esga tushadi. Xullas, o'yin prosta olov qilib ishlab chiqarilgan. O'ynab ko'ringlar, barchaga tavsiya qilaman. Videodagi o'yinlar sizga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like bosing, obuna bo'ling va обязательно qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz, shunaqangi dahshat videoroliklarni o'tkazib yubormaysizlar.